Navbatda Google'ga kiramiz va mana shu chekkani bosamiz. Google hisob degan joyga kiramiz. Mana meni akkauntim bor. Va bu yerdan chiqib ketamiz. Endi yana bu chekkaga kiramiz va bu yonini bosamiz. Mana men ikkita akkauntim bo'lganligi sababli boshqa hisob kiritish degan tugma eng pastda turibdi. Mana shu boshqa hisob kiritish degan joyga kiramiz. Google'da bosamiz. Endi bizdan parol so'rayapti. Hamma o'zi qo'ygan, ya'ni telefon parolini kiritadi. Endi bizdan email manzilimizni yoki telefon raqamimizni so'rayapti. Biz yangi hisob yaratmoqchimiz va hisob yaratishni bosamiz. Endi bunda so'rayapti, shaxsiy foydalanishim uchun yoki ish yoki biznes uchun. Biz shaxsiy foydalanish uchun bosamiz. Endi bu yerga biz ismimizni yozishimiz kerak. Masalan, men ismimni yozaman. Va biz keyingisi degan tugmani bosamiz. Endi bu yerga tug'ilgan yilingiz, oyingiz, kuningizni yozamiz va jinsimizni yozamiz. Va keyingisi degan tugmani bosamiz. Mana o'zi Gmail manzilimizni tanlang, Gmail manzilingizni tanlang deyapti. Google o'zi bizga email manzilimizni chiqardi. Xohlasak, bu yerdan boshqa degan tugmani bosib o'zimiz yaratishimiz ham mumkin, lekin biz boshqani tanlamaymiz. Birinchisini bosamiz.